Bir yaşanğan er ayal vakinde ayalı dostu qaqşap turibdi. Muş yo'ldashimning mijazi shundoq o'sal. Yaxshi gap qilsam achchiqlaydi, yomon gap qilsam achchiqlaydi, do'stlarim achchiqlaydi, doim achchiqlab turdi. Degandan boyaning do'st debdi-da. Bo'pti. Balkim yo'ldishingiz salomatlikim yaxshi emas. O'lganda qutuldiga o'xshaysiz desa. Ayol nadiki o'lgandan keyin qutlanmaydigandek turma. Chunki u menga men o'lgandan keyin qabrimning tashiga nima qaraysan degan so'zni yozib qo'yishni vasiyat qildi deb javob berdi. Demak, turmushimizda bir qism odamlar bor. Achchiqlab turadigan, mijoz tusla. Yaxshi gap qilmoq o'xshash har qanday ish achchiqlaydi. Ammo bularni ayiblash bo'lmaydi. Bu qandaydir ulardagi bir qasdlik bo'lmasdan bir psixik mas'ul bo'ldi. Ondan odamlardagi bu xil normallikdek ko'ringan benormal, bu xil psixikani biz kelish manbasi nada deymiz. Bunun kelish manbasi 3 narsadan keldi. Birinchisi o'tmishga ketib qolishdan, ikkinchisi hozirdan norozi bo'lish, yoki hozirdan pessimist qilish. Üçüncüsü kelgusidan qo'rqish. Demak, bu 3 xil manbada odamlarda mana shunday psixik ig'ir masala paydo bo'ldi, yoki doim mijoz tusaletdi.